57500 ga mana shu uchastkamizdan olib qo'ysanglar bo'ladi. Pul juda ham zarur bo'lgani uchun sotilyapti. Hozir men sizlarga tez obzor qilib beraman. Nazarbay Turkistonda joylashgan 4 sotuvli uchastka tayyor holat. Katta ko'chani boshigacha 150 metr chiqadi. Mana shu 150 metr, 200 metr atrofida maktab bog'cha ham bor ekan, masjid ham bor ekan. Mana shu uchastkamizda sotiladi. Ikkita chiroyli огород qilib qo'yishibdi. Bu yerlarni gazollar qilib qo'ysanglar, xudo xolasa, shu zo'r bo'ladi. 57500. Dahshat narx. Menimcha olib sotirlarni o'zi olib qo'ysa kerak bu uchastkamizdan. Oshxonasi bor bu yerda mana alohida. Hovlisida hammom tualeti razdenniy qilingan. Endi ichlariga kiramiz. Mana o'zi ko'p bo'lmagan ekan yashashni boshlashganiga bu yerga. Endi ma'lum bir sabablarga ko'ra zalni kattaligini ko'ryapsizlarmi? Razmerlarini bilmadim lekin 6 ga 10 bo'lsa kerak. Hop, bu yerda detskiy qilingan. Umumiy hisobda 5 ta xonasi bor. Bu yerda zal, orqa hovli ham bitta tapchanga mos qilib qilingan ekan. Qaranglar, suv ketishlari, hamma narsalari qilingan. Uyimizda podko'lich holatda. Bu yerda yana ikkita xonasi, bitta sanuzeli bor, ichkarini sanuzeli. Ham xonadan hovliga chiqadigan xodam qilingan. Suv, svet, gazdan muammo yo'q, kanalizatsiya o'ra qilingan. Bu videoni arzonga zo'r hovli qidirib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar, bo'lmasa olib sotarlar qo'yishadi. Aniq lokatsiyasini, rasmlarini Telegramimga tashlab qo'ydim.